Assalomu alaykum. Bugun biz ayollar uchun kostyumimizni kesib yig'amiz. Razmerimiz 58-60 razmer bo'ldi. Oldi uchun 5 santimetrda biz tugma joy hamda yoqa uchun qoldirdik. Yoqa uchun yuqori qismida qoladi, ostatga keyin olib tashlanadi. Mana biz hozir Evroli lapsanimizdan, matoyimizdan kostyum yubkalari bilan forma maktab o'qituvchilari uchun kostyum yig'yapmiz. Razmerimiz velikan razmer hisoblanadi. Oldida etak qism uchun 2 santimetr qoldirdik. Bu faqat oldiga tegishli bo'ladi. Qizlarjon, 68 santimetrimiz bizda kostyumimizning uzunligi bo'ldi. Mana biz umumiy gavdasini chiqarib ketyapmiz. 7,5 santimetr o'yindig'imiz uchun va pastga 10 santimetr tushdik. Buni ixtiyoriy mijozingizni talabi bilan kelishgan holda qo'ysalaring bo'laveradi. Bu bizdagi razmerlarimiz bo'ldi. Zakazdagi suhbatimiz mana shu holatga mos bo'lgan. Yoqamiz albatta qaychi yoqa bo'lyapti? Odatdagi standart yoqalardan. Yelkamizda chuqurlik tushyapti 4 santimetr uchun. Buni ham gavdadan kelib chiqib qilinadi. Mana qizlarjon, 4 santimetrda biz pastga tushib oldik. Endi broymamiz joylashtiradigan joyimizni belgilab olamiz. Bu yerga ko'kragimizning umumiy asosiy kengligi ham joylashadi. 25 santimetr pastga tushdik. Buni ham ko'krakni baland pastligiga qarab chiqadi razmerdan. Bu razmerlarimiz bugungi suhbatdagi mana shu gavdani o'ziga tegishli bo'ladi. Har bitta razmerlar va har bitta bichimlar, kesimlar oralig'ida bular o'zgarishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun har bitta dars mana shu holatda o'ziga tegishli bo'ladi, qizlarjon. Mana biz hozir umumiy gavdamizdan ko'krak uchi oralig'idagi kesish nuqtalarini chiqarib olyapmiz. 22 santimetr bo'ldi bizda. Buni yarmini qo'yib beramiz. Mana bu joyga vitichkalarimiz tutashadi. Oldi uzunlik belgicha bo'lgan nuqtani belgilab, mana shuni ustida ish olib boryapmiz. Mana razmerlarimizni deyarli asos qismlari chiqdi. Mana bunday korobkani ustida ish olib boramiz. 4 marta kesganingizda bu takrorlanganida ko'nikmaga aylanib qoladi. Mana belgacha uzunligimiz bizda 43 santimetr bo'lgan. 43 santimetrdan keyingi qoldig'i kostyumning etak qismi hisoblanadi. Etak uzunlik deyiladi. Mana etak uzunlikni ajratib olamiz. Mana bu yuqoridan sinish chizig'idagi belgimiz vitichka uchun ko'krakning eng chuqur joyini va turish holatidan kelib chiqqan. Biz mana shu joyga vitichka joylashtiramiz-da. Hamma razmerda har xil tushadi. Bo'ylari past, gavdalari semiz bo'lgan ayollar uchun kostyum yig'dik biz. Mana vitichkalarimiz 1,5 santimetrdan beldagi umumiy kenglikda 3 santi bo'ldi. Mana bu yon chiziqlarida 1,5 dan qoldi. Qornlari ham baland bu ayollarda. Shuning uchun bu vitichkalarning razmeri standart ixcham razmerlarda 3-4 santimetrgacha vitichkani kengliklari tushadi. Shuning uchun vitichkalarni har bitta razmerda ustida o'lcham olib yig'ib ketsangiz bo'laveradi. Vitichkalarni yodlab yotish shart emas. Mana bu oldida biz 5 santimetr tugma joy qoldirganmiz. Shuni teng yarmi 2,5 santimetrini ajratib olyapmiz. Bizga 2,5 santimetr kerak. Qolgan 2,5 dagi umumiy kenglikda bizga yoqamiz tushib beradi. Bu ham ixtiyoriy keng torligiga qarab. Bizda yoqamiz keng bo'lmasin deyishgan. Shuning uchun mana shu holatda bajaryapmiz. Mana yoqasi ham chiqdi kostyumimizni. Umumiy asosimiz kelib chiqdi. Biz proymamizda hozir vitichka siljitamiz. Buni korobkada qilib qog'ozda bajarsa ham bo'ladi.
men doimiy bajarib yurganim uchun matoni o'zida ko'rsatib o'tyapman. 3,5 santimetrga vitichka qildik. Mana vitichkani proyma qismga yana 3,5 santimetrda kengayish bilan olib o'tamiz. Bu ko'kragimizga qiyalik beradi. Mana beldagi hamda yuqoridagi ostatka qismda olganimizdan keyin ko'kragimiz uchun o'zi joy hosil bo'ladi. Mana qizlarjon, biz kesib olib tashlaydigan joylarini ajratib oldik. Mana vitichkani ham siljitib qo'ydik. Qog'ozdagi ish ancha murakkabga o'xshab ko'rinadi-da. Kostyumni doimiy o'rganib bo'lgandagi tikuvchilar uchun emas, endi boshlayotgan va ko'nikmalarini shakllantirishga kurashayotgan qizlar uchun matoda taqsimlashini ko'rib chiqyapmiz. Qog'ozdagi ishingiz ham, matodagi ish ham o'zi bir xil narsa. Lekin ba'zida matolarga ishni tezligini oshirishga va figuralardagi pasatkalarda eshiladigan, bukiladigan, kengayish, torayish joyiga qog'ozda chiqarib olish mehnatni tezlashtirib beradi xolos. Uni ham o'zini o'rni bor. Mana 2,5 santimetr yelkamiz uchun tushdik. Mana belgacha chiziqdan keyin oldi korobkaga umumiy qolgan 43 santimetrga plus 2 qo'shib 45 qilib orqamizda balandlik oldik. Qog'ozda ham mana shunday pustoy korobka bo'lib ishlanadi. Mana proymamiz ham chiqdi. Mana vitichkalarimiz. Oldida mana biz 2 santimetrda qiyalikni berdik. Mana orqasida buni chiqarib tashlaymiz. Bizga orqamiz uchun keragi yo'q. Mana oldida ko'kragimizni borligi hisobiga kostyumimiz balandga chiqib ketmasligi uchun oldida 2 santimetr etakda ham qiyalik berganmiz. Orqamizda beldan yuqorida 2 santimetr ostatkasi bilan qo'shib berdik. Bu yelka chizig'imiz orqada emas, aynan yelkani ustida turishi uchun kerak bo'ladigan masofamiz. Har doimgi kostyum deyarli shunday bo'ladi. Lekin bundan farqli bichiladigan holatlari ham bor. Mana tayyor bo'ldi qizlarjon. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Qizlarjon, biz hozir velikan razmerda odatda juda kamroq kelishadi. Undan tashqari uni siljitish, ko'proq foydalanish uchun ancha noqulaylik qiladi. Biz standart 42-44 razmerlarda proymalarini chiqarib olganmiz. Proymani hamda mana bunday tirsakli yengni chiqarish uchun jenskiyda ayniqsa razmerda ko'p vaqt sarflab qo'yasiz. Shuning uchun qog'ozdagi bizdagi standart razmerimizni razmerga moslashtirib olyapmiz. Nima uchun katta razmerda tirsaklarini kamroq chiqarib olaman? Buni boshqa razmerlar uchun moslashtirish qiyin bo'ladi. Foydalanishingiz uchun ham deyarli kam ishingiz tushadi. Uning ustiga uni katta kichik qilib foydalanishingiz uchun noqulaylik qiladi. Mana bu ixcham standart razmerda qomati, bo'y balandliklari siljitishingiz uchun tirsaklari bilan baravar siljib joylashib berishiga, undan foydalanishingizga texnik tomondan qulaylik beradi. Shuning uchun men qo'limda hozir 42-44 razmerda yeng andozalarini biz hozir mana bu velikan razmerimizga qo'yib bajarib ketyapmiz. Qarang, tirsaklarda oldi uchun tirsak yuqori ichki qismlaridagi kengayishlari to'g'ri joylashib beradi-da, bir xil qiyalaydi. Shuning uchun nozik razmerdagi standart andozalarda ko'proq foydalansangiz yaxshiroq bo'ladi.